Yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga yana bitta zo'r yangilik bilan tashrif buyurdim. Endi ko'rsatib sizlarga tushuntiraman. Ketdik. Mana hozir darcha yoniga kiramiz, sizlar bilan birga. Buni ham qo'shimiz kerak. Demak, kattalar kuzatuvchi ham qo'shimiz kerak. To'g'rimi? Barchasi. Xo'p, keyin esa uchburchak. Qator tergan uchburchaklar, uchburchak. Ya'ni yo'l bering. Mana men sizlarga aytgan joyimga keldim. Xudo xolasa bitta hozir ko'ryapsizlar 70-80% yoshlarimiz avtotest va mashina haydashga imtihonlarning jarayonida juda qiynalishmoqda. O'shaning uchun men sizlarga qadrdonlar zo'r 85-90% o'tgan insonlarni savol javoblariga qarab keldim. Sizlarga tavsiya qilaman shu joyni. Hozir mana Asad aka mollar, o'qituvchilar kakras o'zlari tayinlab urish kerak bo'lsa urib, urish kerak bo'lsa urishib o'rgatadigan insonlar mana shularni eng katta aloqalari shu insonda. Endi ozgina dars jarayonlarini qanaqa o'rgatasiz o'shalarni aytib o'tsangiz. Xo'p, dars jarayonlari o'quvchilarni test tayyorlashimiz uchun 15 ta mavzu qilganmiz. Qisqa mavzulardan tashkil topadi. Har bitta mavzumiz 25 minutdan bo'ladi. 5 kunda bemalol o'rganish imkoniyatiga ega. Faqat to'g'ri nima qilishimiz kerak? To'g'ri ish jarayonini tashkil qilishimiz kerak. Bizlarni shu o'rgatgan bilimlarimizni, o'rgatgan ufrajniyalarimizni bajarsalar, Xudo xolasa bir haftada o'rganib olsa bemalol bo'ladi. Bir hafta. Dars tugatish bilan bo'ldi. Osmonga uchib ketish ham bo'ladi, mashinalarga Xudo xolasa. Xudo xolasa. Rahmat sizga ham ancha bizning insonlarni o'tkazib beribsiz. O'shaning uchun xursand bo'lib ulardan eshitib, siz oldingizgacha keldik. Ishingizga omad, Xudo xolasa yana kelasiz. Umiddamiz. Sizlarga faqat yaxshisini ulardan ishlaymiz. Sog' bo'lasizlar. Rahmat. Charchamang. Qadrdonlarim, mana sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan joyim shu bo'ladi. Endi manzilga kelsak, yangi hayot mana metro bekati o'tgan. Shundogina havasi ro'parasida avtomaktab. Manzil sizlarga qadrdonlarim kelasizlar degan umiddaman.